Dasturimiz davom etadi. Bugun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan energetikada mega loyihalar amalga oshirilmoqdaki, bu o'z navbatida aholining elektr energiyaga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish imkonini beryapti. Ana shunday loyihalardan biri Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida tatbiq etilmoqda. Xo'sh, nimalar o'zgardi? Mazkur stansiyaga o'rnatilgan yangi energobloklar tufayli 3 ta viloyat aholisini elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati vujudga kelmoqda. To'liq tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Quvvati 1065 megawatt bo'lgan yangi zamonaviy energobloklar dunyoning yetakchi kompaniyalari ishtirokida bunyod etilgan bo'lib, tejamkor texnologiyalardan foydalanildi. Qiymati 944,87 million AQSh dollari bo'lgan ushbu investitsiya loyihasi qurilmalardagi ikkita gaz turbinalarining har biri 385 megawatt quvvatga ega bo'lib, bu turbinalarning quvvati 185,7 megawattni tashkil etadi. Yangi energobloklarning ishga tushishi orqali yiliga 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Yuqori tejamkor texnologiyalarni qo'llash hisobiga yiliga 300 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Elektrostansiyamizda biz uchun yangilik bo'lgan yangi vodorod stansiyasi o'rnatildi. Gazoturbina generatorlarining samarali ishlashini ta'minlab beradi. Ushbu mega loyiha nafaqat Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlari iste'molchilarini, Qarshi magistral kanaldagi 7 ta nasos stansiyasini va yana ko'plab aholi punktlarini ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy energobloklar ishga tushishi bilan 250 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bugungi kunda korxonada ishlab chiqarish jarayonlari bir me'yorda tashkil etilib, aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga elektr energiyasi yetkazib berilyapti. Bu xonadan elektr energiya ishlab chiqarishni to'liq nazorati amalga oshiriladi va gazoturbina, paraturbina, qozon utilizatorlarimiz kabi asosiy qurilmalarimizning normal holatda ishlash jarayonlarini kuzatib boriladi. Ushbu loyiha iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Yetkazmoqchi bo'lgan faktlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.